Balyotqoningizda 10 yaş yashartishning uzuqlik risolasi. Unda bo'lsa buning ketarlik materiallarni birlikda ko'raylik. Teriq purchoq, lo'ngyan qiqi, keskan chilan, qizil guruch, qor purchoq, olqot, qizilgul bargi. Ko'rganingizdek mana bu xil materiallarni ayrim grammlab hammasini ilashtirib, ilashtirgandan keyin ezish mashinasiga silib, ezib qalqonlaymiz. Ko'rganingizdek mana yuqorgi talqonimizni tayyorlab oldik. Bu talqonni atigan kechda bir qo'shiqdan 2 qo'shiqcha ilman qaynoq suv, sut yoki qatiqlar bilan birlashtirib ichishingizga tamamen bo'ldi, ha. Sizning o'zingizning mizojiga qarata, ahvolingizga qarata har xil talqonlarga ehtiyojingiz bo'lsa, men bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomerim 130